Bugun matematikadan kasr haqida dars o'tdik. Salom, mening ismim Baxtiyor. Baxtiyor? Wow, mana. Faqat hech kimga hop. Tushundim. Hoy. Seni hozir zo'r joyga olib ketaman. Ha, Boburjon. Nima? Boburni ko'rmadingmi? Bobur, bolalar qalaysizlar? Bugun futbolimiz bor edi-ku. Okay, let's go. Nima bu? Qo'rqma, bu o'zga sayyoraliklar emas. O'z ko'zing bilan ko'rishni xohlaysanmi? Ha, albatta. Ana ketdik. Rus tili darsidan yordaming kerak. Qalpoq qilib tashiyman. Nachili. Baxtiyor, ingliz tilini o'rgat. Okay, my friend. Go. Baxtiyor, matematikadan qiynaldim. Istasang kombinatorik uslubini o'rgataman. Nima? Kombinatorik uslubi? Baxtiyor, uyg'on. Nima? Kim u? Qani? Uyquni ham beliga tepdinglar. Shunaqa ham ko'p uxlaydimi? Meni professor desanglar ham bo'ladi. Bobur, kitoblardan ehtiyot bo'lib foydalan o'g'lim. Xo'p bo'ladi oyijon. Baxtiyor bizga o'rgat. Xo'sh. Endi bildim. Kerakli 5. Nima? Qani Yulduz? Qizimmisan? Bilmadik. Yo'q, bunday. Tushundim. Rahmat. Ha, Bobur. Nima qilyapsan? Oq qog'oz. Tugabdi shekilli topolmayapman. Qog'ozni nima qilasan? Bir mashqni qog'ozda ishlab olib, keyin daftarga yozmoqchi edim. Menda yozsang bo'lmaydimi? Seni bezovta qilmay degandim. Qiziqmisan? Axir meni vazifam shu-ku. Menda yozilgan narsalarni esa birpasda o'chirib tashlash mumkin. Buni ustiga qog'ozni ham tejaymiz. Qog'ozni tejasak, o'rmonlarni asrab qolgan bo'lamiz. O'rmonni asrab qolsak, toza havo ham ko'p bo'ladi. O'rmonlarni? Toza havo? Bularni qog'ozga nima aloqasi bor? Ha, senga bir boshidan tushuntirmasam bo'lmaydi shekilli. Faqat qisqa bo'lsin. Hali darslarimni qilganim yo'q. Bo'pti. Gapni o'rmonlardan boshlayman. Daraxtlar zich va tartibsiz o'sadigan joylar o'rmon deb ataladi. O'rmonlar yer sayyorasining o'pkasi. Ularsiz hayot yo'q. O'rmonlar yer yuzining 30% ni qamrab olgan. Ularning katta qismi Finlandiyaga tekkan. Bu mamlakatning hududining 70% o'rmonlar bilan qoplangan. Eng kam o'rmon Buyuk Britaniyada. Bor yo'g'i 6%. Sibirning 3dan 2 qismi o'rmon bilan qoplangan. Yovvoyi hayvonlarning ko'p qismi o'rmonlarda yashaydi. O'rmonlarda ayiq, bo'ri, tulki, kiyik kabi yirik hayvonlar bo'ladi. Bizda ham o'rmonlar bormi? Albatta, O'zbekiston hududida tog', to'qay va cho'l o'rmonlari mavjud. Voy! O'rmonlarda qarag'ay, qayin, archa, kedr, eman, yong'oq kabi daraxtlar o'sadi. Shuningdek, buta va o'tlar ham o'sadi. O'rmonlar yog'och taxta zaxirasi hamdir. Binolarni qurishda, mebel va boshqa buyumlarni yasashda asosan o'rmon daraxtlari ishlatiladi. Qog'ozlar ham o'rmon daraxtlari mahsuli hisoblanadi. Ana shunaqa gaplar. Bor endi, darsingni qilaver. Toza havo va qog'ozlar haqida batafsil tushuntirmoqchi eding-ku? Ha, unutibman, esim qursin. Unda davom etamiz. Shu o'rmonlarda o'sadigan daraxtlardan insonlar qog'oz yasashadi. Daraxtdan qog'oz tayyorlasa bo'ladimi? Qanaqa qilib? Qog'oz tayyorlash uchun birinchi daraxtlarni kesib, xoda qilinadi. Xodalarni zavodlarga olib borib, mayda-mayda bo'lakchalarga bo'lishadi. Keyin turli xil kimyoviy jarayonlardan so'ng yog'ochlar qog'oz qilish uchun tayyor bo'ladi. Insonlar qog'ozlardan turli xil yumushlarda foydalanishadi. Kitob, gazetalar chop etishadi. Hujjatlar, daftarlar uchun ham qog'oz ishlatishadi. Juda qiziq. Buni bilmasdim. Menga aytchi, bitta daraxtdan qancha qog'oz tayyorlasa bo'ladi? Buni o'ylab ko'rmagan ekanman. Hozir boplaymiz. Demak, bitta daraxt o'rtacha 10 metr bo'lsa, eniga 1 metr. Shunda mana tayyor. O'rtacha balandligi 10 metr bo'lgan daraxtdan 10 mingdan 20 minggacha varoq tayyorlasa bo'ladi. Qoyil, juda tez hisoblab tashading.
Menga ham o'rgat. Bu katta sinflar matematikasi. Senga hali bor. Bitta daraxtdan shuncha qog'oz olsa bo'larkanda. Ha, davom etamiz. Har yili yerdagi o'rmonlar 100 millionga yaqin daraxtlarni yo'qotadi. O'rmonlarda kesilgan daraxtlar o'rniga yangilari ekiladi. Barcha daraxtlar turiga qarab turli tezlikda doimiy ravishda o'sadi. Agar biz qog'ozlarni bo'lar-bo'lmasga ishlataversak, bu o'rmonlarga zarar. To'g'ri, qog'ozlar tugab qolmaydi. Tinib tinchimas ishchilar bizni qog'ozlar bilan ta'minlashadi. Lekin o'rmonlardagi daraxtlar kamayib ketadi. Yangi ekilgan daraxtlar esa o'sib olishga ulgurmaydi. Bu esa tabiat uchun juda zarar. Chunki o'rmonlarda hayvonlar va qushlar yashashadi. O'rmon qirilib ketaversa, hayvonlar nobud bo'lishadi-ku. Havoni kislorod bilan boyitishda o'rmonlarning ahamiyati juda katta. Bir yilda bitta daraxt deyarli 100 kilometr kislorod beradi. O'rmonlar egallagan maydonlar kamayib ketsa, tabiatga jiddiy zarar yetadi. Buning oldini olish maqsadida o'rmonlar egallagan maydonlarning keskin qisqarib ketishiga yo'l qo'ymaslik, kesilgan daraxtlar o'rniga ko'chatlar ekib, o'rmonlarni tiklash zarur. Yer yuzasida daraxtlar kamaysa, havo ham aynib qoladi. Keyingi paytlarda o'rmonlardagi kesilgan daraxtlar o'rniga uning ko'chatlari ekilmoqda. Shuningdek, hozirda ko'p sohalardagi hujjatlar elektron ravishda yuritilishi ham o'rmonlarni qirilib ketish xavfidan saqlab qolmoqda. Demak, o'rmonlarsiz yerda hayot mavjud bo'lmaydi. Xuddi shunday. Meni nima demoqchiligimni yaxshi tushunibsan? Ha, aytganday, sen o'zi nima mashq yechmoqchi eding? Balki yordam berarman. Esimda yo'q.